Salom azizlar, mana bugun biz Bahodir ota shifoxonasidamiz. Bugun biz sizlarga Bahodir ota shifoxonasida xizmat ko'rsatish qulayliklari bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Shifoxonamizda oliy toifali vrachlarimiz bemorlarimizga o'z xizmat ko'rsatishini boshladi. Bu joyda ayollarimiz uchun malakali ayol o'zichi vrachlarimiz ham mavjud. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Men Atqamjon Habibullayev. 15 yil stajiga ega vrach kardiologman. Hozirga qadar Favvora MT shifoxonasida faoliyatimni ko'rsatganman. Hozirda Sherilchekda joylashgan Bahodir ota shifoxonasida faoliyatimni boshladim. Bu yerda yurak ishemik kasalliklari, xafaqon kasalliklari, har xil turdagi aritmiyalar, yurak yetishmovchilik kasalliklari, o'pka obstruktiv kasalliklari, pnevmoniya, bronxial astma kabi kasalliklarini malakali va sifatli xizmat ko'rsatamiz. Agarda sizda va yaqinlaringizda yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar bo'lsa, shifoxonamizga tashrif buyuring, biz yaqindan sizlarga yordam ko'rsatamiz. Shifoxonamizda bemorlarga sog'lomlashtirish uchun barcha qulayliklar mavjud. Azizlar, sizlarga yana bir eslatma. O'tgan galgi aksiyalarimizga ulgurib kela olmagan fuqarolarimiz uchun kelayotgan 8-may ulug' ayyom juma kuniga yana aksiyani e'lon qilamiz. Azizlar, shifoxonamizda barcha vrachlarimiz ko'riklar mutlaqo bepul. Uzi ko'riklarimiz ham bepul, EKG ko'riklarimiz ham bepul, laboratoriya xizmatlarimiz ham bor. Shoshiling, biz sizlarni kutib qolamiz. Ulgurib qoling. Azizlar, manzilimizni yana bir bor sizlarga tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz Balashi tumani Sherobod MFda joylashgan Bahodir ota davolash maskani. Barchangizni azizlar kutamiz. Ulgurib qoling.